Bolajonlarim, hurmat, izzat. Yaqin soatlarda ketib qolsam kerak. Sizlarga bir muhim gapim bor. Hurmatjon o'g'lim, senga garajda vasiyat qilib qoldiraman. Iltimos sendan odamlarning moshinini yaxshilab o'shqatib, halol pokiza ishla. Hoppa, yoqda gap eshitib yurmay yana, xo'p. Xo'p, dada. Malades o'g'lim, Izzatjon. Senga 4 xonali kvartirani qoldiraman. Sendan faqat iltimos, unoqon xonaga bormagina, xo'p. Dadajon, bizga sizda ishtimi kerak emas, faqat soppa-sog' bo'lsangiz bo'ldi. Yo'q, mana Murod to'xtada. Qanaqa bachasilar? Ishtima kerak emas, ishtima kerak emas. G'ayratli bachalariga o'shqa meros ustida talashib, bir-biringni go'shingni yeb, urib, g'ajib tashlamaysanmi bir-biringni? Keyin xotinlaringni giji-gijilab, yana bir o'yinda yuz ko'rmas qolsa bo'lmaydimi? Keyin ko'chada ko'rishgan payt, "Ibi akam ekan, ibi ukam ekan" deb yuraklaring og'risa bo'lmaydimi? Shunaqa tarbiya berganmanmi? Dada, o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi-ku. Malades. Короче, o'lyapman. Dadamiz ketib qoldimi? Yo'q, bani, soat o'g'lim o'lyapman. Vechna kechgasan-da, senga bir nima qoldirmam bo'lmaydi. Ketyapman, katta inanglikka ketyapman. Tushundingmi? Ketma. Ummatim gulim